Agar og'zingizda bironta ham tish yo'q bo'lsa, 28 ta implant bilan emas, balkim 12 ta implant bilan qanday qilib mana bunday holatga olib kelish mumkinligini tushuntirib beraman va eng muhimi oxirida narxini ham bilib olasiz. Siz anchadan beri tishsizlikdan qiynalib keldingiz, lekin chidab olmadingiz, syomni protez qo'ydirdingiz, lekin syomni protez siz kutgan natijani bermayapti, to'g'rimi? Ya'ni siz maza qilib ovqat yeya olmaysiz. O'zingiz yaxshi ko'rgan ovqat ta'mini seza olmaysiz va eng yomoni ovqat chaynaganingizda mirklaringiz ezib, ularda og'riqlar paydo bo'lyapti, to'g'rimi? Bu muammoning ideal yechimi implantlar hisoblanadi. Bunda butun jag' tizimiga 28 ta implant qo'yish shart emas. Ya'ni zamonaviy metodlar All-on-4 yoki All-on-6 degan usullar bor. Ushbu usullar orqali yuqori va pastki jag'lariga alohida 4 tadan yoki 6 dan implant qo'yiladi. Va ushbu implantdan ustiga sirkon tishlar qo'yib berish orqali chaynov estetik va funksional jihatdan tiklanadi. Ushbu implantlar sizga kamida 30-40 yil xizmat qiladi. Xuddi sizni muammongiz bilan kelgan ushbu hojiyonaga mana bunday holatdan mana bunday holatga keltirib berdik. Siz ham tishlaringizni holatini 18 yoshdagi navqiron holatiga qaytishni istasangiz va eng muhimi xohlagan ovqatingizni ta'mini va maza qilib chaynashni istasangiz, unda kommentlarga plyus belgisini qoldiring. Men sizga implantlar narxini yuboraman.